Qarlığaçdiki Q. Bu hərfning talaffuz qilinishi mundaq. Q. Endi bu hərfni öz ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Q'ning beshidan ulindigan shakli. Misol: qo'l. Q'ning bosh va oyog'idan ulindigan shakli. Misol: Çaşqan. Q'ning oyog'idan ulindigan shakli. Misol: qiyiq. Q'ning ayrim shakli. Misol: qo'shuq. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Qo'l. Q harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Çaşqan. Q harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Qiyiq. Q harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Qo'shuq. Q harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuvandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Qoy, maq, qaymoq, qar, maq, qarmoq, qoy, cha, qoycha, qa, ri, g'ay, qarg'ay. O'qiyli. Kelinglar do'stlar maktabga. Biz tirishib o'qiyli. O'qiganni ko'ngilga kashta qilib to'qiyli.